Texnologiya. Birinchi silindr mayli amallasa bo'ladi. Ikkinchi silindr ham bu yerda silindr o'rtasi. Ikkinchisi mapdan chiqish. Injektor bu yoqda. Bu qayerga sepyapti? Bu qayerga sepyapti? Balay, sharmanda qiladi. Nima bu? Nima bu? To'g'ri aytishinglar mumkin, ichida trubka tashalgan, desanglar ham bo'ladi, lekin har bittasi razniy holatda bo'ladi. Uchalasi bitta standartda kesilgan, lekin teshilish joylari boshqa-boshqa. Bittasi sal ichkaroq kirgan bo'lsa, bittasi bu yoqda qolib ketadi. Ikkinchi sabab esa bu siltashga olib keladi. Bu mashinani hech qayerda siltashini to'g'rilab olishmagan, 3-4 usta ko'rgan, o'zini даже qo'ygan odamlar ham to'g'rilab bera olmagan. Buni esa biz standart holatda o'zini teshiladigan joylarda teshib, bularni polni zaklopka qilgan holatimizda mashinani 150 ga olib chiqasizmi, 200 ga olib chiqasizmi, оборотda 8000 da haydaysizmi, siltash holati bo'lmaydigan qilib chiroyli pligirovka qilib berdik. Buni aytishimizdan sabab nima desa bo'ladi? Bunaqa holat bitta emas-da. Hatto kuniga bitta topiladi unaqadan. Har kun. Antifriz masalasi ham 2 metrli shillanka ham topiladi. Hatto haftasiga 2-3 marta, 4 martalab biz uni to'g'rilab beryapmiz-da, to'g'riroq. Shu bilan klientlaringizdan ayrilyapsizlar. Ikkinchi sizlar tarafga bormaydi-da u odam. Mana shu o'zimizni meni kanalimda ham qanaqa teshiladigan joylar, antifriz qayerda olsa bo'ladi, hammasi berilgan. O'shandan bitta ko'rib turib, unga o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Как nomeradinga o'xshab chiqadi u ham. Ligirovkasini o'xshata olmasangizdan mayli qilib beraveramiz, lekin teshilish joylari, kollektorni xato teshib qo'ysangiz, uni yamashga to'g'ri keladi. U yerdan havo so'rib qoladi. 2 metr shillanka olib kelgandan ko'ra tortib, o'sha bakka yonidan ulasangiz ham bo'ladi, turbinani yonidan ham ulasangiz ham bo'ladi. Ikkalasida ham aylanadi. 70-80% ga chiqadi temperatura. Yurganingizda ham u qizib benzinga, sovib benzinga o'tib ketmaydi. Sababi biz qo'yayotganlar tiqilyapti, unaqa muammo bilan kuzatilmagan. Pechkadan mayli oladigan bo'lsangiz ham teshilib, aynan antifriz aylanib o'tadigan joyini mamlaqa teshiklidan shillanka qo'yish mumkin emas, shillankani yamayotgan holatda. Uni teshigi minimum mana shunaqa bo'lishi kerak. Shillanka, zavodskoy shillankani teshigi bilan bir xil bo'lishi kerak. Bo'lmasa mashina qizib ketishiga olib keladi. Propanda yoki benzinda o'tgan farqi yo'q, mashina qizib ketaveradi. O'rtada silada gaz qo'ydirgan odamlar qiynalib ketyapti xolos. E'tiborli bo'lamiz. Gazmet Pro Service Lochik Weber.